Bugungi kunda yurtimizda inson manfaati barcha islohotlarning markazida turibdi. Yangi ish o'rinlari yaratish, sifatli ta'lim va tibbiyot tizimini rivojlantirish, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratish. Bularning barchasi xalqimiz turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilayotgan tashabbuslar. Gurlan tumanida 48 ta mahalla mavjud. Hududlarga yo'lingiz tushib qolsa, o'zgarishlardan mamnun, turmushdan rozi insonlarga ko'zingiz tushadi. So'nggi 7 yil ichida amalga oshirilgan davlat dasturlari ijrosi natijasida Xorazm viloyatida aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 91,6% ni tashkil etmoqda. 2017-yilda Gurlan tumani aholisining atigi 46,3% gina markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan edi xolos. Bugungi kunga kelib esa bu ko'rsatkich 93,9% ni tashkil etmoqda. Gulshan mahallasida amalga oshirilgan ishlar natijasida yillar mobaynida fuqarolarni qiynagan muammoga barham berildi. Bizning Gulshan mahallamizda 40 yil davomida toza ichimlik suv muammosi bor edi. Mana o'tgan yili davlat dasturiga kiritilib, davlatimiz tomonidan fuqarolarimizning muammosi ijobiy hal qilinib berdi. 806 ta xonadan toza ichimlik suv quvurlari o'tkazildi. Bunda yaratilgan sharoitlar uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. So'nggi yillarda qishloq va shaharlarda yangi uy-joylar, maktablar, bolalar bog'chalari, shifoxonalar, madaniyat markazlari qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Bu esa fuqarolarning hayot sifati va turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qilayotganligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, transport va kommunikatsiya sohasidagi islohotlar natijasida shaharlar va hududlar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib, iqtisodiy faollik yanada oshmoqda. Yurtimizda amalga oshirilayotgan bunday bunyodkorlik ishlari xalqimiz hayotida ijobiy o'zgarishlarga olib kelayotganligi ayni haqiqat. Aholining hayot darajasi, ta'lim va sog'lig'ini saqlash sifati oshib, kelajakka bo'lgan ishonchi va umidi yanada mustahkamlanayotganligini kuzatish mumkin. Maqsad ham shu edi aslida, fuqarolarni hayotidan, yashash sharoitidan rozilikka erishish.